Bizning o'zbek xalqimiz baraka topsin. Bu narsani perdelka qilib tashlashadi. Bu mashinaga tushmasa, boshqasiga moslashtirib yasab tashlashayapti-da, gap bo'lishi mumkin emas. Xullas gap nima haqida ketyapti? Malibu 2 larni 40 ming, 50 ming kilometrdan oshiq yurganlarida mana Rashidil Antifriz bachuvda bundoq ishlanka bo'ladi. Bu ishlankani o'rtasida trubka bo'ladi. Trubkani xullas mana bunaqa plastmassaligi bo'ladi. Plastmassasi 50 mingdan keyin sinib ketib qolib, yo'lda antifriz oqib ketib qolib, mashina qizib, Porschelar erib, $1000, $2000 motorga tushib qolishyapti. Shu narsani o'ylagan holatda xullas bizada xuddi mana shunaqa trubkalarni perdelka qilib metallski yasalgani bor. Bu birga bir tushadi. O'ziniki plastmassa bo'lgani uchun qizib, sovib, xullas chirib sinib ketadi. Xullas bizning boshimizdan okalar ko'p o'tgan xuddi shunaqa voqealar trubkalarni perdelka qilib yurardi. Hozir mana endi oson varianti keldi akalar. Bu videoga bitta like bosib qo'ying. Malibu 2 haydigan okalarga tarqatib qo'ying. Yo ularni boshligidan o'tgan yoki bo'lmasam yaqinda xuddi shu muammo ularni kutib turibdi. Bitta like bosib qo'ying, tarqatib qo'ying, ogohlantirib qo'ying. Xudo xolisa, siz sababli motorga tushib qolishidan, mana shunaqa ko'chada qolib ketishdan sizni sababli asrab qolishingiz mumkin. Bu videoni sizlar uchun qildim, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolisa, mana shu trubka birga bir tushadi akalar, metallski.